Mana shu epizod. Qizil kartochka. Fol demak qizilga loyiq deb topildi. Takroran yana ko'rsatish yaxshi bo'lardi. To'g'risi bu vaziyatni yana bir bor ko'rib olishimiz kerak. Zaid Tahsin hisobladim. Zaid Tahsinning hozir bu tushuntirishlari foyda bermaydi menimcha. Ana endi oxirgi daqiqalar yuqorida o'sha taxmin qilganimizdek yanada yuqori harorat vaqt yetadi hali. G'alaba uchun ham balki harakat qilib ko'rishi mumkin. Ma'lumot, Tahsin Iroq terma jamoasi safida ham FIFA kunlarda qizil kartochka olgan ekan. Hozir hamkasblarim bu haqda ma'lumot berishdi, rahmat. Va VARga murojaat qilyapti. Uchrashuv bosh hakami. Rahmat. Mana Samiyev to'p uchun harakat qilyapti. To'pni tepib yuboryapti. Zaid Tahsin tanaffus hozir yuzaga kelyapti, chunki deyarli xo'sh, demak hakam qarori e'lon qilinadi. Qani ko'ramiz, VARni ko'rib chiqdi. Qizil demak bekor bo'ladigan bo'lmoqda, qadrli do'stlar. Qizil Samiyevgami?